Yotoqxona to'plami atiga 3 million so'm, 800 kilometrgacha dastavka tekin, 48 yilga garantiya. Shunaqa bema'ni videolarni Instagramda juda ko'p ko'rgansiz. Aslida mebel sifatli bo'lishi uchun nech pul bo'lishini hozir men sizlarga ko'rsatib tushuntirib o'taman. 6 eshikli shkaflar 240 bo'lishi kerak. Bu shkafimiz 260, balandligi 210 kamida bo'lishi kerak. Bu shkafimiz 220, chuqurligi 50, undan kam bo'lishi kerak emas, veshelkaga sig'may qoladi. Eshiklari vakuumli, polkalar veshelkadan keyin albatta bo'lishi shart. Bu tomonda ham ikkita veshelka va polkasi bor. Kromkalar PVH, mebelimiz Yevroboltda yig'ilgan, samarezda emas. Karotimizga keladigan bo'lsak, bu обязательно matrasli bo'lishi shart, gubkalik emas. Sofasi bor. Bosh qismi barxit bilan qoplangan, ikki yonida svetsilnik va davodchik mexanizm bilan ikkita tumbuchkasi bor. Har xil navarotlarsiz, sofalarsiz, barxitlarsiz shkafni standart razmerda 240 bo'lgan shkaflarni komplektlari eng arzoni 7,5 million so'mdan pastmi, unda sifatida yo'q. Xohlasa xolasini o'ydan olib kelsin, xohlasa tog'asini o'ydan olib kelsin, xohlasa o'zi yasasin. Hech qachon sifatli mebel chiqara olmaydi. Bu fabrichni mebelimizga kelsak, boshqa joylarda 1100, eng kamida 1000 sotilyapti. Bizda esa ancha arzon. Любой mebelchiga tashlab qo'yasiz, undan narxini buni arzon qilib beramiz. Fabrichni mebellarni optim narxlarda xarid qilmoqchi bo'lsangiz, bizga obuna bo'ling, do'stingizga yuborib qo'ying.